Assalomu alaykum, Asror YouTube kanalining obunachilari. Bugungi videomizda Gmail yaxshiroqmi, ChatGPTmi shular orqali video uchun obloshka, ya'ni preview yasab ko'ramiz. Qarang, qaysi biri zo'r ekan. Men yozib qo'yganman, mana shu prompt, mana saloming YouTube. Masalan, siz Instagramga kerak bo'lsa, mana bu yerni o'zgartirasiz, Instagram deysiz va bu 16:9 formatda uzun video. U 9:16 ga bo'lsa shorts videolar. Mavzusini o'zgartirishingiz mumkin. Endi qaysi bir zo'rligini ko'rsatish uchun hamda oramizda obloshka yasab bilmaydiganlar ham bor, shular ham o'rganib oladi. Va bu yerga rasmimni tashlayman. Rasm tashlamasangiz ham bo'ladi. Endi ChatGPTga yozib ko'ramiz va plus tugmasini bosamiz. Create image promptni tashlaymiz va bu yerga o'zimizning rasmimizni qo'shib qo'yamiz. Kanalimizdagi obunachilar 50 taga yetishiga ozgina qoldi. Iltimos obuna bo'lib qo'ying. Izlaymiz. Mana shunaqa deb chiqaraveradi. Bu yerda yarat deb yozamiz. Mana yaratadi. Siz qaysi biri zo'r deb o'ylaysiz? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Format topish mavzu vizualida kodda yozish. Nima deyapti bu? Men kichik yoshdagilar bilan olaman, lekin ularni shunday tasvirlay olmayman. Mana ko'rib turibsiz, prosta men rasmimni uncha o'xshatmagan, lekin qolgan joyi juda ham zo'r. Mana Visual Studio Code'ning asosiy logotipi, ya'ni ikonkasi normal ko'rinib turibdi. 24 soat Visual Code'da kod yozish, natijalarni ko'rasizmi? Bu menga ChatGPT hozircha yoqib turibdi. Gmailni yarata olmadi. Nimaga yarata olmayapti? Qaytadan yana yuborib ko'ramiz. Shuning uchun men o'ylayman, ChatGPT qulayroqmi deyman bu. Nima deydi? Ko'p savol javob beradi. Masalan, rasm yarat desangiz, qanday bo'lsin deydi, tushuntirsangiz ham tushunmasdan yana qaytadan so'raydi. Shu yeri bo'lmaydi. Mana shuni ChatGPT orqali yasab qo'yibman. Mana o'zim juda ham zo'r, o'zimga yoqdi. Yana qaytadan yuborib ko'ramiz. Shunda ham yarata olmasa, bilmadim, lekin ChatGPT yaxshiroqmi deb o'ylayman. Yaratib ko'raylik. Bu rasmni qarang. Qanday zo'r yaratib bergan ChatGPT. Mana yana savolni nima chiqaryapti?
yaratib bo'ldi o'xshaydi. Mana. Yo'q, bu uncha bo'lmadi, ko'rib turibsiz. Menga yoqmadi lekin. Qaysi rasm zo'r? Mana bumi ChatGPT yaratib bergan rasmmi yoki Gemini yaratgan rasmmi? Nima deb o'ylaysiz? Menga ko'proq ChatGPT yaratgan rasmmi yoqdi. Ya'ni obloshga preview. Buncha bo'lmaydi ham, nima ma'no yo'q bu yerda. Challenge tugadi, nima bu? Shuning uchun ChatGPT zo'r. Bugungi videoda ChatGPT g'olib bo'ldi. Iltimos do'stlar, mana hozir YouTube kanalimni ko'rsaman. Obuna bo'lib qo'ying. Mana 48 ta obunachi bo'ldi. Men yangi mana shu narsalarni yangi ochgandim bu kanalimni. Har xil turdagi videolar bor. Visual Studio Code'ni 3 daqiqada o'rnatish, Python'ni 3 daqiqada o'rnatish, Minecraft'ni o'rnatish, klaviaturada tez va aniq yozish va yana qaramasdan yozishni o'rganasiz. Kompyuterga parol qo'yish va olib tashlash. Har qanday kerak bo'ladigan videolar mavjud. Iltimos, menga obuna bo'lib qo'ying. Obuna bo'lsangiz hech narsangiz ketmaydi. Xayr do'stlar.